olqishlarni balandroq chalib, bugungi atoqli ijodkorimizni chin dildan tabriklaymiz. Bilasizmi, olqishni so'raganimizni boisi san'atkor uchun eng kerakli rag'bat bu muxlislarning e'tibori, e'tirofi va olqishlaridir. Qator yillarki olqishlar og'ushida san'atini bezavol xalqqa yetkazayotgan oramizdagi afsona bugun ham sizning xizmatingizga shay bo'lib turibdilar. Garchi o'zlarining shaxsiy ayblar bo'lishiga qaramasdan, men yana bir xush xabarni yetkazishdan behad mamnunman. Muhtaram mehmonlar, qonunlar, janoblar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hurmatli yo'li ochmasangiz raqqosalar chiqolmaydi. atoqli ijodkorimiz G'ulomjon Zaqulovni taqdirlash to'g'risidagi farmonga imzo chekdilar. Ruxsat bersangiz, shu munosabat bilan hozir sahnaga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi hurmatli Tanzila Kamolova Norboyeva hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maslahatchisi hurmatli Xayriddin Madridinovich Sultonovni taklif etamiz.